do'stlarim, assalomu alaykum. Mana bugungi ish jarayoni hammomni chiroyli qildik. Endi mana shu polini bosmoqdamiz. Uy egasi kafil o'zi olib kelib qo'ygan ekan. Sal video yo'qroq. Endi iloji yo'q. Chiroylab mana shu bosmoqchimiz endi. Bossak xudo xolasa. Keyin bosganni ham video qilib tashlaveramiz, xudo xolasa. Mana tashqarilar bitdi. Endi polga laminat bersak bo'ldi. Mana chutki.